Assalomu alaykum, hurmatli ko'rurmanlar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining naq maydon programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurshid. Aziz ko'rurmanlar, tunigan sizlarga deb o'tganimizdek bugun janva vaqti soat 2 dan 3 bo'lgan oralikda Xitoyninki Dunyo Uyg'ur qurultiyiga va atalmış Dünya Uyghur Qurultayı qarşı və vətəndəki atalmış bəxtlik yaşayotgan Uyğurlar haqqında axbarat elan qilish yig'ini o'tkazmoqchidir. Hozir ko'rayotganinglardek biz Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ichida o'xshash vaqtda hozir ustida Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 51-navbatlik Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki kişilik hukuk kengesinin 51-navbatlik umumiy vakillar yig'ini o'tkazilyapti. O'xshash vaqtda pastimo Xitoylar iboratin axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib chiqdi. Men özüm Təşviqat Uçur Mərkəzininki Qurultay Təşviqat Uçur Mərkəzininki muavin müdiri bo'lish suhbatim bilan va qurultayimizningki bayonotchisi va ayollar komitetining mudiri Zumratay xonim ikkalan bu yig'in qatnashdik. Yig'in jarayonida Xitoylar 5 Uyg'urni yolg'onchi shohidni ag'ash kepti. Bularning ichida Shavkat Imin, Muhtaram Sherif, Aygül Mehmet, Zulhayat İsmail, anankin Yalqın Yaqub. Yalqın Yaqub qatarlıq 5 Uyg'urni akab u yerda so'zlatdi. Onun aldıda bu Xitoylar BDT'de turuşlu Xitoyning bosh elchisi qatnashdi bu yig'inga. Bu yig'in jarayonida bosh elchi so'z qilib, Shavkat Imom so'z qilib, atalmış Şinjan Uyg'ur avtonom rayonida Uyg'urlarning intayin baxtli yashayotganligini va ularning hech qanday bir kishilik huquq daxl tarz kishilik huquqlarga, qonunlarga hech qanday daxl tarz yetkazilmayotganligini, ona tilininki nihoyat yaxshi qo'g'dilayotgan haqida turli safsatlarni deb chalvoqgan bo'ldi. Keynidan xatolaşmasam Yalqın Yaqub atalmış Şinjan Uyghur Avtonom Rayonininki Cemaat Xavfsizlik İdarəsininki başlığı ekan. Onundan sırt Zulhayat İsmail degan ayol Qashqa shaharlik partikomininki muhim kadr ekan. Bu yerda aziz ko'rurmanlar atalg'ularninki ularninki funksiyasi, yani özlerininki ishlayotgan qandaq kadr ekanligi so'zlangan vaqtda bu Uyg'urcha inglizchaga tarjima qilinmadi. Ularning faqat ismi atilib o'tdi. Uning sir Aygül Mehmet Qashqar shaharlik bir odatdagi Uyg'ur ekan, lagerda yotgan, ya'ni saxta lager shoyidini tatib akabdi Xitoylar bu qatimqi bu yig'inga. Bular so'z qilgan jarayonda özleri ve başka devletlerninki vekillerimi xatircam suratga ilishqa, singa ilishqa yo'l qo'ygan bo'lsa, bizning singa ilishimizni cheklagan bo'ldi. Oralikda men o'zim Qashqarninki saxta lager shohidi Aygül Mehmet degan ayol so'zlayotgan vaqtda, video tarqatgan vaqtimda Xitoyninki diplomati meni shu yerninki bosh bexatarlik qo'g'dosiga chiqishtirib, meni yig'indan chiqarib o'tish uchun, meni hozir ko'rganinglardek maydamdagi bu BDT kirish kartimni biroq amaldan qoldirib o'tib, bundan keyin BDT kirgizmas haqida deb shikoyat qildi. Keyindan chiqib meni tatgan videolarimni tekshirmoqchi bo'ldi. Buning orqali, ya'ni bu Xitoylar internet ushuqlik qilib to'liq bir soatni o'zlarininki safsatlari bilan tugatgan bo'ldi. Bizga tugul u yerda o'tgan hech kimga bir savol so'rash fursati qo'ymadi. U yerda hammamiz qopab o'zlarining nihoyat xo'shal yashayotganligini, hatto saxta lager shohidimi deb o'tdi. U yerda Uyg'urcha so'zildi. Zulhayat İsmail degan ayol Xitoychaga tarjima qilgan bo'ldi. O o'zininki dinsizlarga intayin uyushib ketganini, diniy asabiylikninki ta'sirida qolganligini deb, keyindan eri bilan urushib qolganligi, hammamizning xabardor bo'lgan yolg'on yovdoq propaganda xabarlarini aytgan bo'ldi. Keyindan o'zininki qayta tarbiyalanib chiqib, nihoyat baxtli, xo'shal, xo'ram yashayotganlarini aytgan bo'ldi. Bu jarayonda aziz qarindoshlar, meningki kuzatganim, meningki bu yig'in jarayonida berilgan uchurim mushinchilik. Endi so'zni men qurultayimizningki bayonotchisi va ayollar komitetining mudiri bo'lgan Zumratay xonimga mikrofonimni uzataman. Xo'sh, Zumratay, o'zingizmi ko'rganingizdek, men yuqorida deb o'tgandekmi, bu yig'in intayin keskin bo'ldi. Bular amal va bizni so'zlatmaslik uchun hatto Uyg'urlarni qo'llayotgan davlatlarni kiribdi buning ichiga. Xitoy buni qistirib qo'yishni unutib qolmay, Xitoy o'zlarini qo'llayotgan davlatlarni akirgandan sirt
betaraf bo'layotgan davlatlarga ularni turli necha kunni bir Xitoy diplomatlarining nimishqa butun diplomatlarning keyinni jugunni bugun tushunib yetgan bo'ldik. Ularning akirdi bizni qo'llayotgan davlatlar kirdi. Ularning savol so'rashidan qo'rqqanlik uchun bizga savol so'rash fursati qo'ymadi. Oxirida chiqqan chog'da necha diplomatlar bizga deb o'tdi. Ularniki atalmış Şinjan Uyghur Abdunum Rayk intan baxtli yaşayotgan xalq ekanligini ko'rsatgan bir propaganda videosini qo'ygan bo'ldi. U videosini ko'rib buningki bir propaganda ekanligini biz his qildik, bilaldik deb hammasi o'zlariningki shaxsiy fikrlarini bayon qilgan bo'ldi. Xo'sh, Zumrat xonim, hamda bu yig'in jarayonida bulungan mazmunlar haqida va u 5 Uyg'urninki funksiyalar haqida siz tafsiliy to'xtalib o'tgan bo'lsangiz va yig'in jarayonida bulungan bu bütün ularninki çalvaqqan yolg'on bayonotlar haqida qisqacha bir ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz. Rahmat, siz degandek mush yig'in propaganda bir yig'in bo'ldi. Uni bizlar emas, bütün shu yig'in qatnashgan odamlarning hammasi bildi. Diplomatlar bizni qo'llaydigan diplomatlar hammasi uni bilib bo'ldi. Bu yig'inning nimisida endi degan nimisi Uyg'urlar va Xitoylar hammasi birlashib mushu bizning vatanimiz Sharq Turkistonda hozir Uyg'urlar intayin baxtli yashayotidi va hech qanday chatoq ya g'arb davlatlar, boshqa davlatlar davatgandek hech qanday kishilik huquq qarshi bir ishlarni ilib bormayotidi deb tushuntirib o'tdi. Buning ichida Uyg'ur Shavkat Emin degan bu deb chiqdi. Bizning vatanimiz Sharq Turkistondagi mushu terror qarshi olgan qarorlar, masalan, qonunlar faqat 3 narsani qarshi olganligini deb tushundirdi. Birinchi bo'lsa bo'lgunchilik, ikkinchisi oshqunlik, terrorlik, diniy asabiylik. Mushlarni butunlay yo'qotamiz deb hukumatning kuchayib qilayotganligini tushuntirib, tafsiliy tushuntirib o'tdi. Uni qilganning yog'i, lagerlarni ichib qilganning yog'i bizning vatanimiz Sharq Turkistonda biramo terrorlik chiqmaganligini, vaqasi bo'lmaganligini tushuntirib chiqdi. Bununla hamda bulubmu muştu siz degandek bizga qarshi turayotgan davlatlar, chunki ularning o'xshash qonunlarmi bor. Shunga bularga texmi askartib bizning qilayotganimiz sizlarga o'xshash qonunliq ish qilyapmiz deb tushundirdi. Andan keyin abay siz deb o'tgandek Aygul degan Uyg'ur ayol lager shahidi özünün qanchalik lager kirgan chog'da o'zining qanchalik yaxshi sharoitda yashaganini, tomoqlardan tortib lag'man polo yeganligini tushuntirib isbotlab o'tdi. Andan keyin o'zining u yerdami Uyg'urcha usullarni o'rganganini, bu faqat bir Uyg'urlarga bir fursat deb tushundirdi lagerlarni. Shunga hamda ko'pinchisi siz degandek propaganda material 10 minutlik video qo'ydi. Bu jarayondami videoning ichida mush butun Uyg'urlar bizning vatanimiz Sharq Turkistonning qanchalik hozir ilgirlab mengayotganini, Uyg'urlarning qanchalik yaxshi sharoitda, boy sharoitda yashayotganligini ko'rsatdi. Uningdan sirt masalan majbur emgak bizning shu lager shahidimi bu vatanimizda mecbur emgek degan narsa yo'q deb o'tdi. Uningdan keyin shu siz degandek shu asli normalda bunday yig'inda har doim 10-15 minutgacha yig'inning oxirida savol so'rash fursat berdi. Har qanday faoliyatda biz o'tkazgan faoliyatlarda uni qildik. Masalan, Xitoymi so'zildi. Bular xastanga qo'rqqanligi uchun nurg'ulg'an davlatlarning savolini so'raydiganligini bilganlik uchun ham tashkilotlarningmi xalqaro tashkilotlarningmi savollarini so'raydiganlik uchun ular qo'rqib butunlay vaqtni nim qilmadi, vaqt bermadi savollarga. Masalan biz bir necha savolni tayyorlab kelgan, andan keyin kishilik huquq kuzatish tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilotlarmi savollarni biz hammamiz birlashib tayyorlagan. Ama o fursat bo'lmadi. Shunga siz degandek bu faqatlam bir dialog emas, faqat mush Xitoyning hukumatining bir propaganda yig'ini bo'ldi. Mushu Uyg'urlarni 5 Uyg'urni akilib nim qilganiga shu bularni ashla qildi. Asli burun jiq Uyg'ur akamatdi, akasi balkim 3 Uyg'ur akilatdi. Maqitim jiq akagining sababi mo amdi bularga besim ig'ir. Hozir har tarafdan besim kelyapti. Ham bularni Xitoyni qo'llaydigan davlatlarmi kundan kunga
nimisi azayıp ketip bardı. Şuna bula biz çokum Uygurlarını ekilip Uygurlar özlerini sözlese ular şimdi dep kıldı. Mesela ben bir narsani tuyup kaldım. Asli lager şahidi Aygül Mehmet Umu dedi özünün nimesinde Xitaycha ügünümüz bir yerde lagerlarda dedi ama bu ayalni Xitaycha sözler közmüdi. Esingizde ba yine de tercüme kılgızdı Xitaychaga. Bu mu bir taktik dep oylayman çünkü bu çokum Aygül Mehmet o çokum sözleydi Hansuçini. Lekin bularning maqsadi bu Uygurlar Uygurcha tilde özünün ana tilini sözleyeleydi dep muşta ifadelemekçi. Şuna aştaqıp onu mu oylashib kaptı. Şuna umumiy şekilde hem de bu propaganda jığın buldu. Anandan keyin ular chiqqandan keyin biz ular bilan nim qildik. Ko'rishaldik. Lager nimisi şahidim o kilip men bilen kızgın köreşti. Men şu yadıma hayran kaldım çünkü belki o bilmeydi o bizim kimligimizni. Anondakin men bilen körüşüp atkan çağdılar. Yendiki Xitaylar kilip lan bunu ep ketdi. Hemisini şunu bilen maşınığı sep hemisini jığındakin ep ketdi. Sizge köpten köp rahmat Zümrətay xanım hem sizningki buningga diqqat qilganingizga qarta mamnunat qo'shildim parastingizga barakallah. Xo'sh aziz ko'rmanlar yuqorida Zümrətay xanım deb o'tgandek bu yig'in Xitoyninki butunlay bir propagandasi bo'lgan bir shaklda bir yig'in bo'ldi. Normalda hammanglarning xabari bo'lgandek axborot e'lon qilish yig'in deganda normalda muxbirlarningki savol so'rash haqqi cho'qim bo'lish kerak. Bu aqalli bir savat. Bu Xitoyninki o'g'rining jurki pok degandek buningga amal qilolmay o'zlarini yolg'iz 5 uyg'urni akaplam 5 qo'rchoq uyg'urni har xil variant funksiyalarda bo'lgan shaklda ko'zitib ularni gap qilg'izib ularga o'zlariniki oldin ola tayyorlab qo'ygan yalgan yavdaq bayonotlarni u yerda so'ziltib o'tdi. Ham bu jarayondami meningkimi diqqatim tatgan narsa bu yerda qo'pab ataytan deb turib, hamda u yerda Dunyo Uyg'ur qurultiyi deb alaytan tilg'ilib turib demadi, ammo chet eldagi asabiy kuchlar BDTda turli yalgan yavdaq o'sak so'zlarini tarqitib turib, vatanda atalmış Şinjan Uyghur Abnum rayonunda açıqçılıq bo'latıdı, virus siyasetini bizningki to'g'ri shaklda yurgizayotgan virus siyasetimizni xato shaklda anlatıp, xato shaklda haq ko'rsatishga urinayotidu va u yerda lagerlarning borligini, irqiy qirg'inchilikni bo'layotganligini deb sepsetlarni qilyapti. Bularning hammasi bo'lgunchi kuchlardir, bularning hammasi asabiy kuchlardir. Bular atalmış Şinjan Uyghur Abnum rayonining iqtisodiy kuchiga vayron qilmoqchi degan asosda mushlarni ataytana to'xtalib o'tdi. Hammalarning xabar bo'lgandek bu bir haftadan beri Dunyo Uyg'ur qurultiyiniki BDT'de o'tkazayotgan bu lobby faoliyatlarining qanchalik unumli bo'lganini mushlardan bilib olg'ili bo'ldi. Men yuqorida deb o'tdim, yana ham deyman, hammalarning xabari bo'lgandek bu oxirlashgandan keyin her qandaq yig'ini oldi turdi. Asliki mening planim sizlarga naqmana holat taqtib, bo'z fursat bo'lsa shu kelgan 5 qo'rchoq Uyg'urnimi ziyorat qilgim batdi, ammo bularningki o'yini yolg'on yavdoq bir tuhmat bilan lam qilib meni bexatarlik xodimlar tarafidan ochiq ketishga zo'rladi va men u yerda ularning savol so'roqlariga javob berayotgan vaqtda bularni avtobusga besib akitibdi. Aziz qarindoshlar, oxirida deydiganim hammanglar aman eson bo'linglar. Sizlarga bu xabarlarningki davomini yetkazish uchun va har vaqt qo'limizdan kelishicha kuchaymiz. Sizlarni har vaqt xabarlantirishga shuning bilan bizningki bu yerdagi bugunlik faoliyatimiz oxirlashgan bo'ldi. Shveysariya Jan va Birlashgan Davlatlar Tashkilotining hammanglarga o'tliq salom. Men riyosatchi İftixor Abdurashid. Aman bo'linglar. Allohga omonat.